Assalomu alaykum. Men 22-25 guruh talabasi Omonov Temurman. Mening mavzuyim izomerlash jarayoni. Izomerlash jarayoni bu yengil normal parafin uglevodorodlarining mos izotuzilishdagi uglevodorodlarga katalitik o'zgarishiga aytiladi. Bu jarayonning asosiy mahsuloti sifatida M-pentan boshlang'ich qaynash harorati 52 gradus bo'lgan yengil to'g'ridan-to'g'ri haydash natijasida olgan fraksiyalar hamda katalitik reforming rafinantlari bo'lgan M-pentan va N-geksan hisoblanadi. Bu izomerlash jarayonida asosan ikki qismga bo'linadi. Ya'ni reftikatsiyalanish va izomerlanishga bo'linadi. Reftikatsiyalanishda bu fraksiyalarni tayyor pentan va geksan fraksiyalarga ajratiladi. Bunda esa izomerizat olinadi. Reaksiyaning boshlanishi 17-adsorberdan xomashyo to'yingan adsorber bilan aralashgan holda 8-reftikatsion kolonnaga kelib tushadi. Bu yerdan yuqori qismidan izopentan fraksiyasi olinib, keyingi reftikatsiya uchun 5-butan kolonnasiga beriladi. Pastki mahsuloti esa 9-pentan reftikatsion kolonnasiga kelib tushadi. 9-pentan reftikatsion kolonnasining yuqori qismidan massasi 95% bo'lgan pentandan tashkil topgan fraksiya vodorod saqlovchi gaz bilan aralashgan holda 6-issiqlik almashtirgichga kelib tushadi va undan so'ng 12-quvurli pechda qizdiriladi. Undan so'ng 11-reaktorga kelib yig'iladi. 11-reaktorga kelib yig'iladi. 9-kolonnaning pastki qismidan esa mahsulot 10-geksan kolonnasiga kelib yig'iladi. Mahsulot 11-reaktordan chiqib 6-issiqlik almashtirgichda 7 va 3-suvli va havoli sovutgichlarda sovutilib 2-separatorga kelib yig'iladi. Separatordan vodorod saqlagan gaz 14-adsorberga kelib yig'iladi. Pastki qismidan esa mahsulot 16-kolonnaga barqarorlashtirish uchun beriladi. Barqarorlashgandan so'ng xomashyo bilan aralashgan holda yana 8-reftikatsion kolonnaga kelib yig'iladi. 14-adsorberda yig'ilgan, ya'ni vodorod saqlagan gaz va sirkulyatsiyalanuvchi gazlar natriy A tipidagi siolitdan o'tkaziladi va u tarkibi tozalanadi. Bu siolitni har 6 oyda koks yordamida qizdirish orqali uni tozalab turiladi. 17-adsorberdagi xomashyo mahsulot sug'orish maqsadida geksan bilan birgalikda uni sug'orish amalga oshiriladi. Bu reaksiyada massasi 93-97% bo'lgan toza izopentan fraksiyasi chiqadi va uning dastlabki pentanning oktan soni reaksiyadan so'nggi oktan soni 79 dan 92 gacha ko'tariladi.